Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga qulay biznes muhitini yaratish prezidentimizning doimiy e'tiborida. Shu kunlarda davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va boshqa tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni o'rganib, tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Hozirgi lavhamizda bu borada Infinbank tomonidan qilinayotgan ishlar xususida so'z boradi. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Oybek Erkaboyev 10 yildan buyon gulchilik yo'nalishida mehnat qilib kelmoqda. Tadbirkor bugungi kunda faoliyatini yanada kengaytirish, gul yetishtirish hajmini oshirish hamda yangi issiqxonalar tashkil etishni rejalashtirgan. Biroq buning uchun qo'shimcha moliyaviy mablag' zarur edi. Asosan dehqonchilik xo'jaligimiz bizaniki gulchilik. Buni kuzda ekkanmiz. Mana endi hozir sotuvga keldi. Issiqxona faoliyatini kengaytirish uchun qo'shimcha mablag' kerak edi. Kredit olish bo'yicha Infinbankga murojaat qildim. Mahalla bankirlari kelib faoliyatimni o'rgandi. Ana shunday vaziyatda Infinbank mutasaddilari tadbirkor faoliyatini o'rganib, unga qulay moliyaviy yechim taklif etdi. Natijada tadbirkor o'z biznesini rivojlantirish uchun kredit mablag'iga ega bo'ldi. Bo'ston mahallamizda fuqaromiz bizga murojaat bilan chiqdi. Tadbirkorimiz joyi kelib o'rganilganda, ular gulchilik bilan shug'ullanishi ma'lum bo'ldi. Va biz bilan murojaatlarni o'rganib chiqdik. Bir ish kunida 50 million so'm kredit mablag'larini ajratib berdik, faoliyatlarni kengaytirish maqsadida. Hududdagi yana bir tadbirkor Abdurashid Ziyoyev esa 5 yildan buyon issiqxona sharoitida bodring yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. Mahsulotga bo'lgan talabning ortib borayotgani sababli u ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va qo'shimcha ish o'rinlari yaratishni maqsad qilgan. Infinbank tomonidan ajratilgan moliyaviy ko'mak tadbirkorning rejalarini yuzaga chiqardi. Bugungi kunda u issiqxona quvvatini oshirish va hosildorlikni ko'paytirish ustida ish olib bormoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yechish bilan shug'ullanaman. Dehqonchilik mahsulotlarini kengaytirish maqsadida mablag' zarurat bo'ldi. Shu yuzasidan mahalla bankirlariga murojaat qildim. Mahalla bankirlari kelib, meni tadbirkorligimni o'rganib, ertalab murojaat qilgan bo'lsam, o'sha kunning o'zidayoq kechki payt kerakli bo'lgan 50 million mablag'ni berishdi. Men shundan unumli foydalanib, hozirgi kunda bodring yetishtiryapman, qulupni yetishtiryapman, pomidor mahsulotlarini yetishtirib, o'zimizning ichki bozorlarga tarqatyapman. Biz tadbirkorlarga imkoniyat yaratib berayotgan, yordam berayotgan davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunday manzilli yondashuv va amaliy ko'maklar joylarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi daromadini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilyapti.